Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana men Erman va Zamira Jizzax oblasti G'allaorol tumanidan keldim. Oshqozonimda yazva bor edi, ham davlinam tushib ketgan edi. Shularni Mustafaqul aka degan vrachga uchrashdim va dori-darmon yozib berdi. Judayam yaxshi, mana hozir oldingi holatimga qaraganda hozir tetik, yaxshi. Kasalimga davo topayapman. Medsestralari ham shunday ajoyib shirin so'z, kelib ukalarimiz vaqtida qilib, mana ovqatlari ham 4 mahal ovqatlarni o'zlari olib kelib berib, o'zlari choyimizni damlab, o'zlari yana kasa tovoqda olib ketamiz. Bir ish qilmay mazza qilib yotibmiz mana. Vrachlarimiz ham, medsestralar ham juda shirin so'z. Ayniqsa powerimiz kuldirib, ovqatlarimizni yemasak xafa bo'lamiz, yenglar deb shirin so'z bilan tashlab ketadi. Biz mazza qilib yeb, mana yotibmizda. Yaxshimiz. Rahmat hammalaringizga. Kasalligim oshqozon yazva boshlangan edi. Bir 3 yillardan beri shu nimasida qiynalar edim. O'zim Jizzaxdan kelishimdan maqsad singlim keling, bu yerda yaxshi vrachlar bor deb tavsiya qilgan uchun kelgan edim. Haqiqatdan ham kelganimdan beri og'rig'im yo'q, kasalligim juda yaxshi bo'lib qoldim. Minnatdorman hammasidan. Davrinalarim tushib ketgan edi. Ularga ham qarshi ukallar olib, toza ham ajoyib yaxshiman mana. Tetikkana bo'lib qolib, uyimga ketaman. Xudo xolasa yana 6 kun yotdim, 4 kun qoldi endi. Kasal bo'lmanglar, lekin kasal bo'lsalaring dardga shifo tovush uchun men shu yerga kelishlaringizni istayman.